Assalomu alaykum. Bugungi sizlar bilan tanishadigan mavzuyimiz demak Xalsinger formulasi bo'yicha bo'ladi. Xo'p, avval Xalsinger formulasi o'zi bu nima maqsadda foydalaniladi? Shu haqida ma'lumot berib ketadigan bo'lsak, Xalsinger formulasi demak biror bir genni yuzaga chiqish ehtimolligini foiz hisobida o'rganadigan formula bu Xalsinger formulasi hisoblanadi. Ya'ni bu formula odatda masalalarda egizaklarda biror bir belning yuzaga chiqishi yoki chiqmaslik ehtimolini yoki bo'lmasam biror bir belning yuzaga chiqishi yoki chiqmasligini irsiyatga va tashqi muhit ta'siriga qanday darajada ta'sir ko'rsatishini o'lchash uchun qo'llaniladigan formula hisoblanadi va bizda Xalsinger formulasi demak quyidagicha ifodalanadi. E'tibor beramiz. Demak, Xalsinger formulasi n taqsim be foiz hisobida minus ie foiz hisobida 100% va 100% minus ie foiz hisobida bo'ladi. Xo'p, yaxshi, bu formulani endi izohlab beradigan bo'lsak, n nimani ifodalaydi? Demak, n bizda belgini yuzaga chiqishni irsiyatga bog'liqlik foiz darajasini o'rganadi. Hammamizga ma'lum, birorta bir belning yuzaga chiqishi bizda ikki xil holda ifodalanishi mumkin. Mana bunga e'tibor beramiz. Biror bir belning yuzaga chiqishi ikki xil ifodalanadi. Ya'ni birinchisi, ya'ni n qiymat. Biror bir belning yuzaga chiqishi irsiyatga bog'liqligi. Ya'ni bizda organizmda birorta bir belning yuzaga chiqishi ikki xil omilga bog'liq bo'ladi. Birinchi irsiyatga bog'liq bo'ladi, ikkinchisi esa tashqi muhit omillariga bog'liq bo'ladi. Mana shu belgini birorta bir belning yuzaga chiqishi irsiyatga bog'liqligi n qiymat bilan ifodalanadi. Tashqi muhitga bog'liqligi esa t qiymat bilan belgilab beriladi. Ya'ni bizda umumiy hisobda n bilan t qiymati mana e'tibor beramiz 100% hisobida amalga oshadi. Ya'ni bizda mana shu belgini yuzaga chiqishi irsiyatga va tashqi muhitga bog'liq birgalikda 100% hisobni tashkil qiladi. Xo'p, endi demak n qiymatini bilib oldik. Belgini yuzaga chiqishi irsiyatga bog'liqligini foiz darajasi hisoblanadi. Xo'p, be bu nima? Sizlar yaxshi bilasizlar, egizaklar ikki xil bo'lishi mumkin. Aynan bir-biriga o'xshash bo'lgan egizaklar va bir-biridan farq qiladigan egizaklar. Aynan bir-biriga o'xshash bo'lgan egizaklar bitta zigotani bo'linishdan hosil bo'ladi va biz buni bu formulada be, ya'ni bitta egizaklar deb ifodalanadi. Be degani bitta egizaklar, ya'ni monozigotali egizaklar hisoblanadi. Mono degani bitta degani, monozigotali egizaklarda belning yuzaga chiqish ehtimolligi hisoblanadi. Keyin esa ie, ya'ni ikkita egizaklar degani, ie degani ikkita egizaklar degani, ya'ni bir vaqtning o'zida ikkita har xil tuxum hujayrani urug'lanishdan hosil bo'lgan egizaklarda biz dizigota, ya'ni ikkita har xil zigotanidan hosil bo'lgan egizaklar qiymatida ifodalab beramiz. Xo'p, bu qiymat esa belning yuzaga chiqish yoki chiqmaslikda faqat irsiyatning ta'sirini o'rganiladi. Bunda esa ham irsiyatni, ham tashqi muhit ta'sirini o'rganadigan bo'lim hisoblanadi. Demak, mana shu Xalsinger formulasining izohi hisoblanadi. Endi sizlar bilan biz masalada ko'rib ketamiz, yana ham tushunarliroq bo'ladi. Demak, masalada nazariy jihatdan revmatizm kasalligining uchrash ehtimolligi monozigotali egizaklarda 40%, dizigotali egizaklarda esa 20% ga teng. Revmatizm kasalligining yuzaga chiqish ehtimolligi necha foizi tashqi muhit bog'liq bo'ladi deb aytib ketilyapti. Demak, mana e'tibor beramiz, mana shu formula asosida masalani yechamiz. Mana shu formulaga qo'yib ketamiz. Demak, bizda be, ya'ni bir xil egizaklar. Bir xil egizaklarni biz mana monozigotali egizak deb atadik va uning qiymati demak bizda 40% ga teng bo'lyapti. Mana 40% qo'yib ketamiz. Minus dizigotali, ya'ni ikkita egizaklar bu 20% ga teng deyapti. Demak, bu yerga 20% hisobida bo'ladi. 100% o'zi qiymatda bo'ladi va minus demak ikki xil dizigotali egizaklar biz 20 deb ifodalaganmiz, mana 20 va ko'paytma 100. Demak, bizda 40 dan 20 ni ayiradigan bo'lsak 20, 100 dan 20 ayirsak 80. 20 80 ga bo'lsak 0.25 bo'ladi va uni 100 ga ko'paytirganimizda 25%. Demak, bu kasallikda irsiyatga bog'liqligi 25% ga teng bo'ladi ekan, tashqi muhit omillariga bog'liqligi esa 75% ga teng. Chunki mana biz tepada e'tibor bering hisoblaganmiz, ya'ni belning yuzaga kelishi demak irsiyatga bog'liqligi
va tashqi muqobillarga bog'liqligi. Ikkalasi birgalikda 100% tashkil qilardi. Demak, irsiyatga bog'liqlik 25% ga to'g'ri kelsa, qolgan 100% dan ayirsangiz, qolgani 75% tashqi muqobillarga bog'liq hisoblanadi. Demak, mana shu bizda Xalsinger formulasi asosida ishlanadigan masala hisoblanadi.